Sharqi Turkistonda universitetlarning o'qituvchi va o'quvchilar uchun sadoqat bildirish murosimi o'tkazib, ularni Uyg'urlarga uchirgan nachar muomalaga qarshi gap qilgan davlatlarni ayblashga sog'anligi o'tirg'a chiqdi. Sharqi Turkistondagi bir universitetda o'qiyotgan Xitoy o'lkalaridan kelgan bir o'quvchining Zimiston to'rg'i aytishicha, 2019-yilning oxirida uning maktabi barliq o'quvchilarni vatanga sodiq bo'lishga qasam qilishga tashkillab, Xitoy hukumatı bilan mangu birga turishga va'da bergizgan. Yig'ilganlar yana Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini rad qilishga ilhomlantirilgan bu qonun loyihasi Amerika Avam palatasi tarafidan mutlaq ko'p sonliq bilan 2019-yil 12-oyning 3-kuni ma'qullangan. Bir Xitoy o'qituvchi Zimiston to'rg'i mundaq degan: barliq o'qituvchilardan bu qonunni tanqid qiladigan bayonotlarni tayyorlash talab qilindi. Bularni doiralar majburiy davlat bayrog'i chiqarish marosimida o'quvchilarni tarbiyalashga ishlatdi. Sharqi Turkistonni unutib qolmadik nomli ommaviy taratquv harakati manglagan kishining qo'llashiga erishdi. 4-may kuni kechda IXX insonparvarlik yordam vaqfi Sharqi Turkistonni unutib qolmadik nomli ommaviy taratquv harakatini qanot yaydirdi. Qisqa vaqt ichida diniy olimlar, faoliyatchilar va o'quvchilarni o'z ichiga olgan 1000 kishi bu faoliyatga ovoz qo'shib, Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatiga norozilik bildirdi. To'rt yildan buyon G'arb davlatlarida faoliyat elib berayotgan Ilhom To'xti guruhi o'tgan hafta bayonot e'lon qilib, nomini Ilhom To'xti universitetiga o'zgartganligini e'lon qildi. Ularning bayonotidagi Ilhom To'xtining ideyasiga asosan Uyg'urlar bilan Xitoylarning tinchlikda birga yashashi tashabbus qilinadi degan mazmunlar ommaviy taratqularda shaxslar va ba'zi tashkilotlarning kuchli noroziligini qo'zg'agan edi. Norozilik bildiruvchilar mazkur tashkilotning bayonotidagi mazmunining Ilhom To'xtining haqiqiy g'oyasiga vakillik qilolmaydiganligini aytgan edi. Tünügünü yana 4-may Ilhom To'xti institutining raisi Anvarjon apandi bayonot e'lon qilib, o'zlari e'lon qilgan bayonot keltirib chiqargan xato tushuncha sababli kechirim so'raydiganligini bildirdi. U bayonotida yana Ilhom To'xtining tinchlik tashabbus qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoylar tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini, ularning maqsadining Ilhom To'xtini demokratik davlatlarga tunishtirish va bu orqali Xitoyning haqiqiy yuzini echib tashlash ekanligini bildirdi. Xitoy Davlat Xavfsizlik Ministerligi tayyorlagan bir dokladda Wuhan virusi yuqumi sababli dunyo miqyosida Xitoyga bo'lgan salbiy fikrlarning eng yuqori saviyada ekanligi, Beijingning Amerika bilan bo'lgan munosabatida og'ir to'qinish yuz berishdan ansiraydiganligini oshkorladi. Dokladga munosabatlik uchurga ega va Reuters agentligiga so'z qilgan bir amaldorning so'ziga qaraganda, oldin qayda Beijing hukumatiga yetkazilgan bu ichki dokladda Beijingga qarshi qarashlarning 1989-yildagi Tiananmen maydoni qirg'inchiligidan buyon dunyodagi eng yuqori saviyaga yetganligidan andish qilingan. Xitoy bexatarlik ministerligi qaramog'idagi Xalqaro ishlar instituti tayyorlagan dokladda Amerika boshchiligidagi Beijingga qarshi tashviqotning 2 darajadan tashqari cho'ng davlat orasidagi urushga o'zgarib qolsa, qurolli to'qinishni o'z ichiga olgan eng nachar ahvolga qarshi zarur tadbir qo'llanish talab qilingan. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti Xitoyning Amerikadagi universitetlarga singib kirish urinishiga qarata tekshirish boshlaganligini e'lon qildi. Tashqi ishlar komiteti Ma'rif ministridan Xitoy Kompartiyasining Amerika universitetlariga strategik va tashviqot nishoniga yetish uchun sog'in mablag' haqida uchur talab qildi. Cumhuriyetçiler Partisining Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti boshlig'i Michael McCall 6 yuqori darajalik a'zosi bilan birlikda Ma'rif ministri Betsy DeVosga bir maktub evatdi. Michael xatida mundaq dedi: "Men uzundan buyon Xitoy Kompartiyasining Amerika akademik dunyosiga singib kirish va ilm-fan dunyosiga ta'sir ko'rsatish, texnika o'g'irlash, ilmiy tadqiqotni kontrol qilish tirishchanligiga diqqat qilib kelyapman. Gerçi bu hukumat uzundan buyon davomlashib kelayotgan bu masalani o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy Kommunist partiyasining Wuhan virusi qarta ilib berayotgan yoshirun harakatlari
Xitoyning Amerikadagi universitetlar bilan bo'lgan moliya munosabati ib kelgan tahdidga qarata uyg'unish chaqiriqidir.